Salom salom aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Mazalaringiz yaxshimi? Hammalaringiz tuzimsizlar. Bolalar, короче, bugun men video olishga qaror qildim. Survival Minecraft такой shaderlar bilan. O'tgan marta videoni yarmini olgandim. Video yoqilmay qolgan ekan. Uchun yarmidan olishga qaror qilaverdim. Mayli deb. Короче, men mana shuni uy qurdim. Narsalar bor ichida. Bir ikkita bo'laveradi. Nora qo'shib qo'ysak. Mana tashqi ko'rinishini ham chiroyli uy qurdim. Endi bizga nima kerak? Kattaroq uy kerak-da. Shuning uchun kattaroq uy quramiz hozir birgalikda. Bo'ldi, daraxt tugadi. Men daraxt chopgan joyimni montajda tezlashtirilgan kadrda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, hozir menga daraxtlar uncha kerak emas. Shuning uchun bizga ko'proq tosh kerak. Чтобы mana bu uyimizni atrofini o'rashimiz uchun. Shuning uchun bu narsalarimizni bu yoqqa qo'yib turib, biz tosh yig'ishga boramiz. Ovqatni olamiz. Ketdik. Bunda hop. Bo'ldi, bizga blok kerak-da. Xo'sh, mana blokni olamiz, yetadi. Bo'ldi. Mana shu yerda bizga kerak menimcha. Mana bu yerdan borgandim. Temir topganimda tosh. Hoppa. Bo'ldi mana. Ama shu yoqqa kelgandim. Tosh yig'ishga yana ko'proq tosh yig'ib ketishimiz kerak. 2-3 stak tosh yig'ishimiz kerak. Olmasam bo'lmaydi. Ham tushyapti. Menimcha zombilar bu yoqda ko'paysa kerak. Shuning uchun tezroq bu yoqdan ketishimiz kerak. Buni qo'lga olgan ekanman. Bu nima edi bu?
Voy. Temir ekan. Temir shunaqa. Ha, bo'ldi endi tushundim. O. Bu yerda ham nimadir bor ekan. Lekin bu yoqqa kirmaymiz. Tosh yig'ishda davom etamiz. Sandiqda ham adashmasam toshlar bor edi. Bir stak tosh bordi. Menimcha tosh sandiqning ichida. Kelyapti. Shu ke bo'ldi menimcha. Suyak. Ko'raylikchi. Mana qo'yib qo'yamiz. Ketdik endi bu yoqdan. Nima edi? Xo'sh. Endigina bir stakku 6 ta toshimiz bo'pti. Bizga ko'proq tosh kerak. Mana qochib uyga keldim. Zombilar orqamdan quvlashyapti. Mana bu yerda tosh bor ekan. Yetsa kerak deb o'ylayman. Qolgan narsalarni bu yoqqa qo'yib turamiz. Xo'sh. Bo'ldi. 2 sak bo'ldi menimcha. Qachon tong otadi endi? Hozir bitta uxlab olamiz. Xo'sh. Zombilar yonib ketyapti. Quyosh. Nima qilasan mening uyga? Kir. Quyosh qaranglar. Xo'sh, mana bu narsalar bizga kerak emas hozircha. Endi biz uyimizning atrofini o'rashimiz kerak. Xo'sh, buni bu yoqqa qo'yamiz. Voy. Boshlandi. Uni kelyapti. Ha, otolmay qoldi. Jinni. Xo'sh. Bizga mana bu yerdan olamiz. Mana shu yoqqacha. Mana shu yoqqacha o'raymiz uyimizni. Mana bunday qilib. Bu yoqdan. Tosh tugadimi? Voy, uncha tez tugab qoldi. Tak. Menimcha bo'ladi mana shu yerdan bu yoqqa. Yo'q, tosh yetmaydi o'ylashimcha. Yetmaydi tosh. Mana voy. O'lib ketdi. Voy, tushib ketdimi?
pasayib ketaverar ekanda bu. Xo'sh, endi mana ularni olib tashlash kerak. Bizga xalaqit beradi. Daraxtlar i shox shabbalar. Shuning uchun olib tashladim. Xo'sh, mana bu yerga qo'ysak bo'ldi. Xo'sh, mana bu yerni bo'lmayapti. Bu yoqqa. Mana bu yerga. Toshimiz yetmaydimi deymanda. Küçük. Da toshimiz yetmasligi aniq. Shuning uchun yana bitta tosh olib kelishimiz kerak borib, 2 stak tosh yetadi menimcha deb o'ylayman. Hoppa. Xo'sh, bu yerda hech narsa yo'qmi? Yo'q. Biz boyagi joydan borib yana tosh yig'ishimiz kerak. Bu yoqdan ketamiz. Zombilarning ovozi kelyapti. Tak. Bizga 2-3 sak tosh kerak. Unda, qanaqa joy bu? Bo'ldi, tushundim. Qayoqqa tushib qoldim, Men boshqa joyda edim. Boshqa joyga tushib qoldim. Qayoqqa tushib qoldim? Endi uyimga qanday ketaman men? Voy. Bekor bu yoqqa kirdim-da. Endi adashib qoldim. Xo'sh. Mana yoqda uyim bor. Men bu tomondan chiqibman deb o'ylayman. Voy. Jonim kam qoldi. Yarimta jonim qoldi. Bo'ldi, toshni bu yoqdan olmaymiz. Toshni mana shu yerdan olamiz. Endi 15 ta tosh bo'ldi. Ko'proq yig'ishimiz kerak. Kirkam suyab qoldi. Nima qilamiz endi bilmayman. Tepaga chiqib borib, yana bitta kirka yasab kelishimiz kerak. Tosh tugab qoladi, kirka tugab qoladi, ikkalasi ham tugab qoladi.